Mana assalomu alaykum. Biz Norvegiyaning Bergen degan shahriga kelganmiz. Kelganimizga nasib inshaalloh 3-yil ketdi. 3-yil. Mana biz dairani oldiga parkinchaga turib havza qildik. Parkinchaları yaxshi. Baliq ovlasa bo'ladi, tutsa, tog', toza havo. Yevropaning ichidan ko'ra menga Norvegiya yoqdi. Bu sharofatlar. Meni bu yerga yuborganlarga rahmat deyman. Avvalo alhamdulillah, shu yerga rizqimiz ekan, rizqimiz bor ekan, shu yerga kelib rizqimizni teryapmiz. Ikkinchisi rahmatnoma meni Emir Jobs firmasiga, Sherzod akaga, Master opaga, Islomxonga kattakon rahmat. Qo'llaridan kelgancha yordam berdilar, harakat qildilar. 3 yil oldin mana, lekin dokumentim tez chiqdi. Boshqalarnikidek da qolib ketgani yo'q. En ko'pi 3 oy ketdi yo ketmadi. Shunda vizani olib keldik. Ekzamindan o'tdik. GRTK firmasida. Alhamdulillah mana o'zi ishlab yuribmiz. Nechta shogirdlar chiqardik. Emir Jobs firmasiga tashakkurimizni bildiramiz, rahmatnomamizni bildiramiz. Kattakon rahmat hammalariga.